Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Yangi cheklovlar kuchga kirayotgani haqida gap ketganda kim xavotir olishi kerak, kimga bu umuman ta'sir qilmaydi. Qaysi holatda pensiya to'lovi vaqtincha to'xtashi yoki qayta tekshiruvga tushishi mumkin. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, vasiylariga va qarindoshlariga bevosita tegishli. Chunki bitta hujjat yetishmasa, bitta ma'lumot vaqtida yangilanmasa yoki bank kartasi bo'yicha oddiy xatolik bo'lsa ham odam o'z pulini kechikib olishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling. Like bosing va videoni oxirigacha ko'ring. Men hammasini oddiy tilda, real hayotdagi misollar bilan tushuntiraman. Avval qanday edi? Avval ko'pchilik pensionerlar pensiyasini odatdagidek bank kartasiga yoki naqd shaklda olib yurardi. Har oy ma'lum sanada pul tushardi, odamlar esa bu jarayonni deyarli tekshirmasdi. Ko'pchilik pensiya tayinlangan bo'lsa, endi umrbod avtomatik kelaveradi deb o'ylardi. Amalda esa pensiya tizimida har doim nazorat bo'lgan, lekin ayrim tekshiruvlar qo'lda. Sekin yoki faqat shubhali holatlarda amalga oshirilgan. Endi esa vaziyat o'zgarmoqda. Davlat idoralari, banklar, pensiya jamg'armasi, soliq va fuqarolik holati ma'lumotlari o'rtasidagi axborot almashinuvi kuchaymoqda. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, pensionerning yashash joyi, ish faoliyati, daromadi, chet elga chiqib ketgani, vafot etganlik holati, nogironlik guruhi, bank kartasi egasi haqidagi ma'lumotlar tezroq solishtiriladi. Agar tizimda nomuvofiqlik chiqsa, pensiya to'lovi darhol bekor bo'lmaydi. Lekin tekshiruv boshlanishi, hujjat so'ralishi yoki to'lov vaqtincha ushlanishi mumkin. Men bu yerda eng muhim narsani alohida aytaman. Cheklov degani hamma pensionerning pensiyasi kamayadi degani emas. Cheklov asosan ma'lumotlar noto'liq, hujjati yangilanmagan, qonun bo'yicha tasdiqlanishi kerak bo'lgan holatni tasdiqlamagan yoki bir vaqtning o'zida bir nechta manbadan noto'g'ri to'lov olayotgan shaxslarga tegishli bo'lishi mumkin. Ya'ni oddiy qonuniy pensiyasini olayotgan, hujjatlar joyida bo'lgan odam vahimaga tushmasligi kerak. Lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Endi men batafsil ro'yxat bo'yicha tushuntiraman. Birinchi xavfli holat bu shaxsiy ma'lumotlar mos kelmasligi. Masalan, pasport yoki ID karta almashtirilgan, lekin pensioner bu ma'lumotni tegishli idoraga yetkazmagan. Bankdagi ism, familiya eski hujjat bo'yicha turibdi. Pensiya bazasida yangi ma'lumot. Fuqarolik reyestrida esa boshqa yozuv chiqishi mumkin. Oddiygina bitta harf farqi ham muammo tug'diradi. Masalan, o'g'li o'rniga o'g'li yoki tug'ilgan sana 1908 yil 12 may o'rniga 1908 yil 22 may deb yozilib qolgan bo'lsa, tizim buni alohida shaxs deb ko'rishi mumkin. Natijada pensioner bankka boradi, karta ishlamaydi, pul tushmagan bo'ladi. Keyin esa sababini aniqlash uchun bir necha kun yurishga to'g'ri keladi. Ikkinchi holat bu yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar. Ba'zi pensionerlar bir tumanda ro'yxatda turadi, lekin boshqa tumanda farzandining uyida yashaydi. Bu o'z-o'zidan qonunbuzarlik emas, lekin ayrim ijtimoiy to'lovlar, qo'shimcha yordamlar yoki hududiy imtiyozlar aynan yashash joyiga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner Toshkent viloyatida ro'yxatda, lekin doimiy ravishda boshqa viloyatda yashaydi. Agar u hududiy yordam, kompensatsiya yoki kommunal to'lov bo'yicha imtiyoz olayotgan bo'lsa, idora undan haqiqiy yashash holatini tasdiqlashni so'rashi mumkin. Bunday vaziyatda odam men pensiyamdan ayrilamanmi deb qo'rqadi. Aslida asosiy pensiya emas. Aynan qo'shimcha imtiyoz yoki yordam masalasi tekshirilishi mumkin. Uchinchi holat bu ishlayotgan pensionerlar bilan bog'liq. Ko'p pensionerlar pensiya yoshiga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Kimdir qorovul bo'lib ishlaydi. Kimdir maktabda, kimdir kichik do'konda, kimdir uyda tikuvchilik qiladi. Ishlashning o'zi taqiqlanmagan. Lekin rasmiy daromad mehnat shartnomasi, soliq ma'lumotlari va ayrim qo'shimcha to'lovlar bir-biriga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner asosiy pensiyasini oladi va qo'shimcha ravishda kam ta'minlangan sifatida yordam olayotgan bo'lsa, lekin soliq bazasida uning oyiga 3 million so'm rasmiy daromadi ko'rinsa, bu yordam qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu yerda ham gap pensiyani butunlay olib qo'yishda emas, balki noto'g'ri tayinlangan qo'shimcha to'lovlarni aniqlashda. To'rtinchi holat bu chet elga uzoq muddatga chiqib ketish. Ko'pchilik pensionerlar farzandlari yoniga Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarga boradi. 1 oy, 2 oy, 3 oy mehmonda bo'lish odatda muammo tug'dirmaydi.
lekin uzoq muddat davomida mamlakatdan tashqarida yashash, bank kartasini boshqa odam ishlatishi, pensionerning o'zi esa hujjatlarni yangilamasligi savollar tug'dirishi mumkin. Masalan, pensioner bir yil davomida chet elda bo'lsa, uning kartasidan esa har oy O'zbekistonda naqd pul yechib olinayotgan bo'lsa, tizim buni tekshirishi mumkin. Chunki savol tug'iladi, pensioner o'zi pul olyaptimi yoki uning nomidan boshqa odam foydalanyaptimi? Bunday holatda ishonchnoma. Shaxsni tasdiqlash yoki yashash holatini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. 5-holat bu bank kartasi va ishonchnoma masalasi. Ko'p keksalar bankomatdan foydalanishni bilmaydi, kartasini o'g'liga, qiziga yoki nevarasiga berib qo'yadi. Hayotda bu tushunarli holat. Lekin huquqiy tomondan karta egasi pensionerning o'zi agar karta doimiy ravishda boshqa odam tomonidan ishlatilsa, ayniqsa katta summalar yechilsa yoki pul boshqa hisobga o'tkazilsa, bank xavfsizlik sababli operatsiyani bloklashi mumkin. Misol uchun 72 yoshli onaxonning pensiyasi oyiga 20 million 800 ming so'm. Har oy pul tushgan kuni karta orqali butun summa boshqa shaxs hisobiga o'tkaziladi. Agar keyin onaxon men pulni olmadim deb murojaat qilsa, bank va idora kim foydalanganini tekshiradi. Shuning uchun qarindosh yordam bersa ham hammasi qonuniy va shaffof bo'lishi kerak. 6-holat bu nogironlik pensiyasi va tibbiy qayta ko'rik. Agar pensioner yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsa, bu bir masala. Agar nogironlik bo'yicha pensiya yoki qo'shimcha to'lov olayotgan bo'lsa, tibbiy komissiya muddati juda muhim. Ayrim nogironlik guruhlari muddatsiz belgilanadi, ayrimlari esa ma'lum muddatga beriladi. Agar qayta ko'rik sanasi o'tib ketgan bo'lsa, tizim to'lovni vaqtincha to'xtatishi yoki hujjat talab qilishi mumkin. Masalan, 2 guruh nogironligi 1 yilga belgilangan, muddat 1 sentabrda tugagan. Lekin odam dekabrgacha komissiyaga bormagan. Bu holatda 3 oy uchun to'lov masalasi qayta ko'rib chiqiladi. Keyin hujjat tasdiqlansa, ba'zi holatlarda to'lov tiklanishi mumkin, lekin odam vaqt va asab yo'qotadi. 7-holat bu vafot etgan shaxs nomiga pensiya davom etishi. Bu eng jiddiy masalalardan biri. Afsuski, hayotda shunday holatlar bo'ladi. Pensioner vafot etadi, lekin qarindoshlar bank kartasidan pul yechishni davom ettiradi. Yoki idoraga vaqtida xabar berilmaydi. Yangi nazorat tizimida fuqarolik holati dalolatnomalari bilan pensiya bazasi tezroq solishtiriladi. Agar vafotdan keyin to'lov davom etgan bo'lsa, ortiqcha olingan pul qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Masalan, pensioner mart oyida vafot etgan, lekin aprel, may, iyun oylarida jami 5 million so'm pensiya yechib olingan. Tekshiruvda bu aniqlansa, pulni qaytarish va ayrim hollarda huquqiy javobgarlik masalalari ko'tarilishi mumkin. Men endi tomoshabinlar uchun eng muhim ajratishni qilaman. Agar siz oddiy yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, pasportingiz joyida bo'lsa, bank kartangiz o'zingizda bo'lsa, yashash joyingiz bo'yicha jiddiy nomuvofiqlik bo'lmasa, siz vahimaga tushmaysiz. Sizdan faqat ma'lumotlarni tartibga keltirish, xabarnomalarni e'tiborsiz qoldirmaslik, bank va pensiya idorasi chaqirsa borish talab qilinadi. Lekin agar sizning hujjatingiz muddat o'tgan bo'lsa, ID karta almashtirilgan bo'lsa, yu bankka bildirilmagan bo'lsa, nogironlik bo'yicha qayta ko'rik muddati yaqinlashgan bo'lsa, chet elda uzoq vaqt yashayotgan bo'lsangiz, kartangiz boshqa odam qo'lida bo'lsa yoki qo'shimcha ijtimoiy yordam olayotgan bo'lsangiz, albatta tekshirib qo'yishingiz kerak. Bu qo'rqish uchun emas, o'zingizni himoya qilish uchun kerak. Masalan, bir otaxon 60 yoshda, pensiyasi 2 million 200 ming so'm. U rasmiy ishlamaydi, hujjatlari joyida. Kartasidan o'zi foydalanadi. Bunday odamga yangi nazorat deyarli muammo tug'dirmaydi. Yana bir misol, 63 yoshli ayol pensiya oladi. Qo'shimcha ravishda mahalla orqali moddiy yordam oladi. Lekin uning nomida yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati ochiq qolgan va soliq bazasida aylanma ko'rinadi. U faol ishlamayotgan bo'lishi mumkin, lekin hujjatda faoliyat yopilmagan bo'lsa, yordam masalasi tekshiruvga tushadi. Demak, muammo odamning real hayotida emas, hujjatda qanday ko'rinayotganda bo'lishi mumkin. Yana bir holat. Pensioner onaxon farzandi bilan chet elga ketgan. Pensiya kartasi esa O'zbekistonda boshqa farzandida qolgan. Har oy pul yechiladi. Onaxon roziligini bergan bo'lishi mumkin. Lekin rasmiy ishonchnoma bo'lmasa, keyin nizo chiqsa, hamma qiyin ahvolda qoladi. Shuning uchun men doim aytaman, og'zak kelishuv o'ylada ishlashi mumkin. Lekin idora oldida hujjat ishlaydi. Endi istisnolar, yashirin nozik jihatlar va ko'pchilik bilmaydigan xatolar haqida gapiraman.
Birinchi nozik jihat. Har qanday xabarma firibgar bo'lishi mumkin. Agar sizga kimdir telefon qilib, pensiyangiz bloklanadi, karta raqamingizni ayting, SMS kodini ayting desa, hech qachon aytmang. Rasmiy idora hech qachon sizdan telefon orqali SMS kod, karta PIN kodi yoki to'liq karta ma'lumotini so'ramaydi. Pensionerlar aynan mana shu yerda ko'p aldanyapti firibgarlar. Yangi cheklovlar chiqdi deb qo'rqitadi, keyin kartadagi pulni yechib oladi. Shuning uchun tekshiruv bo'lsa, faqat rasmiy idoraga boring yoki rasmiy telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling. Ikkinchi nozik jihat, pensiya kechiksa, bu darhol bekor bo'ldi degani emas. Ba'zan bank texnik sabab bilan pulni kechiktiradi. Ba'zan bayram kunlari, dam olish kunlari, tizim yangilanishi sababli 1-2 kun farq bo'ladi. Lekin agar pensiya odatdagi sanadan 5 ish kuni o'tib ham tushmasa, indamay kutib o'tirmang. Bankdan hisob holatini so'rang. Keyin pensiya bo'limiga murojaat qiling. Muhimi, o'zi kelib qolar deb bir oy o'tkazib yubormang. Uchinchi nozik jihat, ortiqcha to'lov keyin qaytarilishi mumkin. Ba'zi odamlar davlat o'zi tashlabdimi, demak meniki deb o'ylaydi. Yo'q. Agar to'lov xato tayinlangan bo'lsa, masalan, yordam hujjatsiz davom etgan bo'lsa yoki vafot etgan shaxs nomiga pul tushgan bo'lsa, keyin qaytarish talabi kelishi mumkin. Bu ayniqsa qarindoshlar uchun muhim. Pensionerning kartasidan foydalanayotgan har bir odam bilishi kerak. Karta egasi tirik, roziligi bor, hujjatlar joyida bo'lishi shart. 4-nozik jihat ishonchnoma muddati. Ko'p odamlar bir marta ishonchnoma qildim, endi bo'ldi deb o'ylaydi. Ishonchnomaning muddati vakolat doirasi va qaysi amallarni bajarishga ruxsat berilgani muhim. Faqat bankdan pul olishga berilgan ishonchnoma boshqa hujjatlarni topshirish yoki ariza yozish huquqini bermasligi mumkin. Shuning uchun ishonchnoma tuzishda pensiya olish, bank amallarini bajarish, ariza topshirish, ma'lumotnoma olish kabi vakolatlar aniq yozilgan bo'lishi kerak. 5-nozik jihat, familiya o'zgargan ayollar. Ayrim ayollar turmushga chiqqan, familiyasi o'zgargan. Keyin hujjatlarda eski va yangi familiya aralashib qolgan bo'lishi mumkin. Ayniqsa mehnat daftarchasi, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik haqidagi hujjatlar va pasport ma'lumotlari bir-biriga mos bo'lishi kerak. Agar pensiya qayta hisoblanayotgan bo'lsa yoki staj tasdiqlanayotgan bo'lsa, bu juda muhim. 6-nozik jihat, ish staji va arxiv hujjatlari. Ba'zan pensioner men 30 yil ishlaganman deydi, lekin ba'zida 24 yil ko'rinadi. Chunki eski korxona yopilgan, arxivga topshirilmagan yoki mehnat daftarchasida muhr noaniq. Yangi tekshiruvlar paytida bunday hujjatlar yana ahamiyatli bo'lishi mumkin. Agar siz pensiya miqdorini noto'g'ri deb o'ylasangiz, eski ish joylaringiz bo'yicha arxiv ma'lumotlarini yig'ing. Bu pensiyani kamaytirish uchun emas, aksincha ko'p holatda oshirish uchun ham kerak bo'ladi. 7-nozik jihat. Qo'shimcha imtiyozlar asosiy pensiya bilan aralashtirilmasligi kerak. Masalan, yoshga doir pensiya alohida, kommunal kompensatsiya alohida, nogironlik bo'yicha qo'shimcha to'lov alohida. Mahalla orqali yordam alohida bo'lishi mumkin. Bitta yordam to'xtasa, odam pensiyamni olib qo'yishdi deb vahima qiladi. Aslida asosiy pensiya tushgan, faqat qo'shimcha yordam qayta tekshirilib ketgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir tushumni alohida tekshirish kerak. Endi men aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasport amal qiladimi? Familiya, ism, otasining ismi. Tug'ilgan sana to'g'rimi? Bankdagi ma'lumotlar bilan mosmi? Shuni aniqlang. Agar hujjat almashtirgan bo'lsangiz, bankka borib ma'lumotni yangilang. Bank kartangiz muddati tugayotgan bo'lsa, oldindan almashtiring. Chunki karta muddati tugab qolsa, pensiya hisobga tushgan bo'lsa ham siz pulni ishlata olmasligingiz mumkin. Ikkinchi qadam, pensiya bo'limi yoki davlat xizmatlari markazi orqali ma'lumotlaringizni tekshiring. Sizning pensiyangiz qaysi asosda tayinlangan qo'shimcha to'lovlar bormi? Qayta hisoblash imkoniyati bormi yoki ortiqcha to'lov ko'rinmayaptimi? Shuni so'rang. Murojaat qilganda oddiy gap bilan yozing. Mening pensiya to'lovlarim holati, tayinlanish asosi va mavjud qo'shimcha to'lovlar bo'yicha ma'lumot berishingizni so'rayman. Agar pensiya kechikayotgan bo'lsa, arizada falon oydagi pensiya to'lovi hisobimga kelib tushmaganligi sababli tekshirib berishingizni so'rayman deb yozing. 3-qadam, agar nogironlik bo'yicha to'lov bo'lsa, tibbiy hujjatlarni oldindan tayyorlang. Komissiya muddati tugashini kutmang. Davolangan joylaringizdan epikriz, shifokor xulosalari, tahlillar, ambulator karta ko'chirmalarini yig'ing. Agar yurish qiyin bo'lsa,
farzandingiz yoki ishonchli odamingiz orqali tartibni oldindan so'rang. Muhimi muddat o'tib ketmasin. 4-qadam. Agar pensioner chet elda bo'lsa, ishonchnoma masalasini qonuniy hal qiling. Bank kartasini shunchaki birovga berib yuborish eng xavfli yo'l. Ishonchnoma notarial tartibda yoki konsullik orqali rasmiylashtirilgani ma'qul. Unda vakilning kimligi, qanday huquqi borligi, qaysi muddatga berilgani aniq yozilishi kerak. Bu nafaqat idora uchun, balki oilaviy nizolarning oldini olish uchun ham kerak. 5-qadam bank SMS xabarnomalarini o'qing. Agar pensionerning o'zi telefondan foydalana olmasa, ishonchli farzandining telefoniga xabar kelishini tartibli qiling. Har oy qancha pul tushdi, qachon yechildi, qayerga o'tkazildi, buni nazorat qilish kerak. Chunki karta yo'qolsa yoki firibgarlar pul yechsa, tez bilish imkoniyati bo'ladi. 6-qadam. Hech kimga SMS kod bermang. Men buni yana takrorlayman. Chunki eng ko'p zarar aynan shu joydan keladi. Pensiya bo'limidanman, bankdanman, yangi ro'yxatdan o'tkazamiz. Cheklovdan chiqaramiz degan har qanday qo'ng'iroqqa ishonmang. Agar shubha bo'lsa, telefonni qo'ying va rasmiy raqamga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Keksalarga buni farzandlari albatta tushuntirsin. 7-qadam. Barcha hujjat nusxalarini bitta papkaga yig'ing. Pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi, bank rekvizitlari, mehnat daftarchasi nusxasi, nogironlik hujjatlari, nikoh yoki familiya o'zgarishi hujjatlari, ishonchnoma. Arizalar nusxasi alohida turishi kerak. Idoraga borganingizda hujjat topilmay qolsa ish cho'ziladi. Papka tayyor bo'lsa, muammo tezroq hal bo'ladi. 8-qadam. Ariza berganingizda nusxa yoki ro'yxat raqamini oling. Og'zaki aytdim deb ketmang. Agar pensiya kechikayotgan bo'lsa yoki to'lov to'xtagan bo'lsa, yozma murojaat qiling. Arizangiz qabul qilingan sanani, raqamini, kim qabul qilganini bilib oling. Keyin javob kechiksa, shu raqam orqali talab qilish oson bo'ladi. 9-qadam. Ortiqcha to'lov bo'yicha xat kelsa, darhol mutaxassisga murojaat qiling. Ba'zan idora haq bo'ladi, ba'zan hisob-kitobda xato bo'lishi mumkin. Sizdan 3 million, 5 million yoki 10 million so'm qaytarish so'ralayotgan bo'lsa, avval asosini so'rang. Qaysi oylar uchun, qaysi qaror asosida qanday hisoblangan, bularni yozma ravishda talab qiling. Agar haqiqatan xato bo'lsa, bo'lib qaytarish yoki qayta ko'rib chiqish masalasini so'rash mumkin. 10-qadam. Agar pensiya miqdori kam deb hisoblasangiz, qayta hisoblash imkoniyatini tekshiring. Yangi cheklovlardan qo'rqib idoraga bormay yurish noto'g'ri. Ba'zan odamning qo'shimcha staji topiladi, ish haqi ma'lumotlari aniqlanadi va pensiya oshishi mumkin. Shuning uchun tekshiruv har doim yomon narsa emas. To'g'ri hujjat bilan borgan odam ko'pincha o'z huquqini yaxshiroq himoya qiladi. Bugungi mavzuda eng asosiy fikr shuki, yangi cheklovlar va tekshiruvlar avvalo tartib, hujjat, shaxsiy ma'lumot va to'lovlarning qonuniyligini nazorat qilishga qaratilgan. Hujjatlari joyida bo'lgan, pensiyasini qonuniy olayotgan odam vahimaga tushmasligi kerak. Lekin karta, ishonchnoma, nogironlik hujjati, chet elda bo'lish, qo'shimcha yordam va shaxsiy ma'lumotlar masalasida beparvolik qilmaslik zarur. Men sizga maslahat beraman. Bugun hujjatlaringizni ko'rib chiqing, bank kartangiz holatini tekshiring. Pensioner ota-onangiz bo'lsa, ularga yordam bering, firibgarlardan ogoh bo'ling va har qanday muammoni yozma murojaat bilan hal qiling. Shunda pensiya kechikishi, to'lov bloklanishi yoki ortiqcha asabiylashishning oldini olasiz. Sizning hududingizda pensiya to'lovlari bank kartasi yoki hujjatlar bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga yuboring.